Aynan petrushka judayam boshqacha ta'm beradi. Uni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Endi esa qizib turgan qozonga yog'ni quyamiz. Zaytun yog'i bo'lmasa, oddiy yog'dan ham foydalanishingiz mumkin. Men yog'ni uncha qizitmay turib qovuramiz. Olovimiz esa o'rta darajada bo'lishi kerak. Ketidan piyozni solamiz va piyoz o'lguncha aralashtirib qovuramiz. Piyoz solgandan keyin olovni pastroq darajaga qo'yib olamiz. Piyozimiz olgandan keyin qozonni o'rtasini ochib va u yerga tomatni solamiz. Olovni esa o'rta darajaga ko'taramiz va aralashtirmagan holda qovuramiz. Ozguncha qovurib, keyin hammasini aralashtirsak bo'ladi. 3 qoshiq unni solamiz va aralashtirib 1-2 daqiqa davomida qovurib olamiz. Ketidan 800 gram atrofida sovuq suvni quyamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, hech qanaqa tuz, ziravorlar solmadim. Keyinroq solamiz. Hozir solganimizda go'shtimiz biroz qattiqroq bo'lib qolardi. Olovni past darajaga qo'yib, qozonni qopqog'ini berkitib, go'lyashimizni qaynatib olamiz. Ungacha makaron uchun suvga tuz, yog' solib qaynash uchun qo'yamiz. Go'lyashimiz qaynab chiqdi. Endi unga ta'mga ko'ra tuz va ziravorlarni